Mening nazarimda, agar Trump kim bilan aloqalari yaxshi deydigan bo'lsak, masalan, Putin bilan yomon emas aloqalari. Putin bilan yomon emas, Modi bilan yomon emas aloqalari. Netanyahu bilan yomon emas, hattoki Kim Chen In bilan yomon emas. Bularni endi mayli Kim Chen In agar umuman boyagi qozondan bor narsani olib chiqadigan bo'lsa, Kim Chen Inda ham o'sha o'nglik paydo bo'ladi, o'zini aslida sotsialistik davlat deyotgan bo'lsa ham, va bu Trumpning simpatiya ko'rsatayotgan shaxslariga emas, u shaxslar yuritayotgan rejimga e'tibor beradigan bo'lsak, g'ayrat o'jaga bular hammasi natsionalistik hisoblanadi. Modi va Netanyahu bular yalang'ochlar, bular eng boyagi hech narsadan qaytmaydiganlari bular. Va bir ma'lumot ko'pchilik bir qisqa o'tib ketdi, ya'ni Pokiston bilan Hindiston o'rtasidagi jiddiy vaziyat vujudga kelgan paytda Amerika Qo'shma Shtatlari va nimadan Isroildan qiruvchi samolyotlar bordi. Hech kim, ko'pchilik bunga e'tibor bermadi, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil eng zamonaviy qiruvchi samolyotlarini demak Hindistonga safarbar qildi.